Choyxonalarda qo'ldan qilinadigan qozon kabobni duxovkada pishirishni ko'rsatib beraman. O'rganib olinglar, kerak bo'ladi. Bitta chiroyli duodan so'ng ishimizni boshlaymiz. Qo'y qo'lini xuddi shunaqa qilib ustki qismini kesib chiqasizlar. Marinovkasi uchun esa yog', tuz, paprika, kashni sho'rig'i, zira, sarimsoq, piyoz hamda rozmarin kerak bo'ladi. Ularni yaxshilab aralashtiramiz. Go'shtni gaz listiga qo'yib, ustidan marinadni hamma tomoniga yaxshilab surib chiqamiz. Kesilgan joylarga ozgina sariyog' qo'yib yuborsanglar, yana ham mazali bo'ladi. Ustidan rozmarin qo'yamiz, 2 piyola suv quyib, ustini yopib, 180-200 gradusda go'shtni katta kichikligiga qarab 4-5 soat davomida pishirib olamiz. Mana taomimiz tayyor. Endi uni chiroyli qilib bezab, dasturxonga tortamiz. O'g'illarim, endi o'choqni bahona qilmasdan, mamlaqa choyxonada tayyorlanadigan taomni uydagi ayol qizlarga ham tayyorlab beringlar. Ular ham bayram qilsin. Dasturxoninglarni bo'lsa, flavisi ichimligi doim bezab turadi. Yoqimli ishtaha.